sifatida hozir to'lov intizomi bo'yicha Qarshi shaharda vaziyat ancha jiddiy. Hozir to'lov intizomi bo'yicha aholiga, keyin undan qolaversa yo'llik tashkilotlarga hammasiga qonunda belgilangan tartibda ogohlantirish xati berilib chiqilyapti. O'sha bo'yicha tushuncha berilgan taqdirda ham to'lov intizomi hozircha sal sustkashlikka yo'l qo'yapti. Aholi iste'molchilar tomonidan aksariyat. Hozir kecha kunduzi shaharda, Qarshi shahar miqyosida aytadigan bo'lsak, yo'llik tashkilotlardan 3 milliard 200 debitorligimiz mavjud. Shundan aholi bo'yicha aytadigan bo'lsak, 44 milliard debitor mavjud. O'sha 44 milliard debitorda realnisi bo'yicha aholilar, iste'molchilar o'z vaqtida to'lovni amalga oshirmaganligi, to'lov intizomiga to'liq rioya qilmaganligi sababli mana shu holatga kelgan. Hozirda biz hozir hisob kitobimizga ko'ra har bir iste'molchilar bilan individual ishlayapmiz. Har bir mahalla kesimida o'sha mahallaga biriktirilgan mahalla raisi, mahallada biriktirilgan o'sha hokim yordamchisi, qolaversa uchastka inspektorlari bilan birgalikda har bir ko'p qavatli uylarda ham ogohlantirish xati berilib, o'shanga inobatga olib, muddat o'tgan debitorlarni tarmoq yozish chorasini ko'rishni boshladi. Shu bo'yicha hozir debitorni undirish bo'yicha hozir kecha kunduzda Qarshi shaharda viloyat miqyosida bugungi kungacha hozir 3 milliard 100 dan oshiq debitor undirildi. Lekin faktik hozirgi kungacha biz 5 milliard undirishimiz kerak edi bizga. Biz iste'molchilar o'z vaqtida to'lamaganligi uchun mana shu narsaga olib keldi. Keyin bundan tashqari yana rahbariyatimiz tashabbusi bilan qo'shimcha nazoratchilarni ishga vakansiyalar yaratildi. Bu nazoratchilarni ishga qabul qildik. Rustam aka Abdunazarov aytganlaridek, har bir nazoratchiga kifayat tizimini 5 ta ko'rsatkichi bo'yicha individual tushunchalar berildi. Individual tushuncha bo'yicha har bir nazoratchi o'ziga biriktirilgan 8 million 371 ming so'mlik oylikni olishni o'zining funksional vazifasi bo'yicha qilinadigan ishi bo'yicha olib chiqish bo'yicha hammasiga shart-sharoitlar 100% yaratib berildi hozirgi kecha kunduzda. Endi faqatgina nazoratchilarni hozir ko'paytirdik. Xudo xolasa iste'molchilar tomonidan to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirsa, bu ko'rsatkichlarni yana yaxshilayimizga umiddaman.